Mana buni qarang. Men screenshot qilganman, lekin screenshotni iPhone'ni ramkasiga joylashtirganman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli ko'rinyapti. Buni siz ham qilsangiz bo'ladi, ya'ni ilova orqali, lekin u ilova pullik, sizga tekin variantini o'rgataman. Mana shu joy biz screenshot qilib olamiz. Hozir sizlarga o'rgataman. Ilovaga kiramiz, screenshotimizni tanlaymiz, Adjust'ni bosamiz, Tools'ni bosamiz. Keyin telefon ikonkasini bosib turamiz va bu yerdan xohlagan iPhone'ni modelini tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz 14, xohlasangiz 14 Plus, 15 Pro Max, 11 larni tanlasangiz bo'ladi. Men 16 Pro Max tanladim va bu yerdan qanaqa rangligini tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz Desert Titanium, xohlasangiz Natural Titanium, xohlasangiz oq va qora ranglarni tanlasangiz bo'ladi. Desert Titanium rangini tanladim. O'ng tomondagi podritsani bosamiz. Tekin variantini o'rgatyapman. Preview image bosasiz. Ustiga bitta bosib olib turib, rasm uzoqlashtirib olasiz va qaytadan o'zingiz screenshot qilib olasiz. Qilib olganingizdan keyin kerak emas bo'lgan joylarini kesib tashlaysiz. Mana men hozir kesib tashladim va gatov qilaman, sahayt foto qilaman. Endi chiqib ketamiz, fotoga kiramiz. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Tekin variantini sizlarga o'rgatdim. Bu hammada o'xshaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli screenshot qildi va iPhone ramkasiga joylashtirib berdi. Ilovani nomi esa, ya'ni programma nomi esa Pixiv orqali qilsangiz bo'ladi. Hammada o'xshaydi. Videoga like bosishingizdan chiqmasin va iPhonechilarga jo'natib qo'ying mana shu videoni.